يا من عصيت الله يوما غافلا أنسيت أن الله قد أعطاك نعم عليك كثيرة لو صنتها لأطعت خالقك الذي رباك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetlik Müslüman kardeşlerimiz, bu dersimiz yani aldığımız dersimizdeki devamı bulup biz aldığımız dersimizde amanetini doğru tutup Allah ve Allah'ın Resulü tarafından siz bizge amanet koyalgan amanetlerge hıyanet kılmayla degen temini kıskaça yoritganmiz. Yani amanetke hıyanet kılmaslık ve amanetke hıyanet kılışının kandak günah ekanligi hakkında kıskaça düşüncelerini verip ötkenmiz. Biz bugün bu dersimizin özünde mana bu amanet ve bu amanetinin türleri hakkında keng Müslüman kardeşlerimizge kıskaça yani izahatlarını verip ötmekçiyiz. Aziz kardeşlerimiz, mana yukarı derste biz düşündük. Allah subhanahu ve taala la tahunullah ve rasul ve tahunu amanatikum ve antum ta'lamun. Allah'ın Resulü hıyanet kılmanglar deyiş arkalık bizge şu kadar çoğun bir agahlandırışını kıptı. Hatta amanetini öz ehliga tapşırış, şundakla kişilerin oturusida hüküm çıkargan vaqtida adalet bilen hüküm çıkarışqa Rabbimiz Tebarek ve Teala tarafından buyruk kılınıptı. Anda o vaqtida mana bu amanetin türleri zada kandak türlerge bölünüptü. Biz amanet dep nimelerni amanet deytkenmiz. Mana bu hakikatlarni bilmekimiz üçün tövendeki dersimizin devamıga dikkat kılaylı. Aziz qarindoshlar, mana bugün kunimizda her insan mana bu amanet hukmlarini to'g'ri tushunmaganda biz o'zimiz bilib bilmay, sizib sezmay amanatga xiyonat qilib qo'yishimiz va shundaqla amanatga xiyonat qiluvchilar qatoridan urinib qilishimiz bu muqarrar bir masala. Buning uchun biz amanatning turlari bilan qisqacha bir tunishib chiqaylik. Aziz qarindoshlar, mana bu amanat dal Allah subhanahu ve taala ve taqaddas tarafından bir Müslümana nispeten topshirilgan barliq narsalar mana bu amanet. Demek Allah subhanahu ve taala sizge bergan ne'matlar ham amanet, hem sizni uni qo'g'dashga, himoya qilishga buyurgan amallar ham amanet. Shundaqla Allah subhanahu ve taala uni biz o'rindashga taklif qilgan barliq taklifotlarning o'zimi ham amanet. Bu hakikatini düşünüş gerek. Allah subhanahu ve taala bizge bergan nimetler ham amanet olgan bolsa, Allah subhanahu ve taala onu himoya qilish ve onu qo'g'dashga buyruq qilgan mana bu şeyler amanet olgan bolsa, Allah subhanahu ve taala onu to'g'ri ravishda ado qilishga, to'g'ri ravishda izchillashtirishga buyruq qilgan har bir taklifotlarning o'zimi amanet olgan bolsa, mana bu amanetler zodi bir Müslümanning ustida ado bo'layotamdi yoki ado bo'lmayotamdi, har bir Müslüman bu noktada o'ziga cho'nqirlab savol qo'yish kerak. Aziz qarindoshlar, mana yuqorqi oyatda la tahunullah va rasul. Allah'ın Resulü'ne xiyonat qilmanglar dedi. Bir Müslüman hayotida eng büyük bo'lgan amanet bo'lsa din amaneti. Bu din ve İslam amanetidir. İslam dini amaneti. Yani bir Müslüman bunu salayeti bilen özünün dinini buzub qo'ymasligi, aqidalarini buzub qo'ymasligi, shirk aqidaları bilen özünü bulg'ab qo'ymasligi. Dünyada ekip yürüvatkan Müslümanlarını her xil qaymoqtoshlar içinde tunjuqtirib qo'yishning kuyida bo'layotgan batıl aqidalarini o'ziga yuqtirib qo'ymasligi kerak. Mana ko'rib turibdimiz. Her zaman, her devre turli rangli chapallarni kiyib, batıl tashviqotchilar o'tirib chiqyapti. Bularning oxir ko'rinishida palalliq holatda Yahud Hristiyanlar va ularning go'mashlar ularni elayotir. Belkim mana bugun kunning o'zi siz bizga tajovuz qilgan tajovuz kuchlarmi palalliq holatda nurg'unlagan batıl tashviqotchilarni o'tirib chiqib, bizning saflarimizni bo'lash uchun, bir-birimizga bo'lgan haqiqiy ishonchni qo'ltib o'tish uchun, bir-birimizga nisbatan ziddiyat urg'uni chechib, musulmonlarning saflarini bo'lash
ishonchsiz holatga keltirish, shu orqali musulmonlarning ne jamoat olmaydigan, ne bir-biriga ishonmaydigan, oxirgi hisobda mana shunday parchalanib, singishlik bo'lgan bir loqmaga aylantirish uchun din dushmanlari balkim buningga zo'r darajada mablag' sarflayotgan bo'lishi mumkin. Şunun için her bir mümin Müslümanın o'ziga şu mümin Müslümanın Rabbi bo'lgan Allah Subhanahu ve Teala ve Tekaddes tarafından topshirilgan barliq taklifotlar amonat bo'lgan bo'lsa, bir Müslümanga onun dini, itiqadi, Müslümanlık kimligi ham amonat. Bunu bilmek lazım. Biz Avrupaga bo'lsak, Hristiyan dinini qabul qilib qoldigan. Başka yerga varsak başqacha bo'lib qoldigan. Bundaq musulmonlardan bo'lib qolmasligimiz kerak. Biz la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh aqidasini qalbimizga mujassam qilgandan keyin biz dunyoning qayerda yashayli, qaysi muhit, qaysi sharoitda yashagan bo'layli, ammo biz Allah'ın Resulü'nü xiyonat qilib qoluvchilardan. Qur'on hadis ta'limotini o'zimizning ra'yi va xohishimiz bilan to'lg'ab özümüzün muhitiga, özümüzün hayatıga, özümüzün ana shunday hissiyotiga tatbiqlovchilardan bo'lib qolishdan saqlanmaqimiz lazım. Şunun için bir Müslümanın nisbatan tunji amanat bo'lsa, mana bu din amanati, bu dinni ching tutish kerak, bu dinni himoya qilish kerak, e'tiqodini qo'g'dash kerak, diniy ibodat, diniy qoida qonuniyatlarga alohida ko'ngil bo'lish kerak, diniy urf-odatlarga ko'ngil bo'lish kerak. Xalqancha bu dinni o'zgartishga, xalqancha diniy urf-odatlarni qalaymuqan qilishga, xalqancha Qur'on hadis ta'limotini o'zining ra'yi va o'zining xohishi bilan to'lg'ashga hech bir insonning haqqi yo'q aziz birodarlar. Mana bir musulmonga nisbatan topshirilgan ikkinchi amonat bo'lsa, mana bu amonat dal shu musulmonninki Alloh subhanahu va taolo tarafidan shu musulmonga bergan barliq ne'mat. Mana bugungi kunda bir musulmonga iqtisod berilgan bo'lsa bu amonat, bir musulmonga tan sog'lomlik berilgan bo'lsa bu amonat, bir musulmonga ko'zi bilan ko'ra oladigan, tili bilan mukammal so'zlay oladigan, qo'li bilan tuta oladigan, puti bilan manga oladigan, aqli tafakkuri joyida masalalarni atrofli o'ylanib fikr qila oladigan, mana shunday qobiliyat berilgan bo'lsa, mana buning o'zimi shu musulmonga nisbatan buyuk bir amonat. Bu amonatning ado bo'lishining yo'li Alloh subhanahu va taolo bizga bergan bu amonatlarni Allah uchun sarf qilishimiz kerak. Bizning a'zolarimiz, qo'limiz, putimiz, tilimiz, ko'zimiz, quloqimiz, hatto tafakkur qiladigan nerv organizmlarimiz Rabbimiz Alloh subhanahu va taolo va taqaddas tarafidan topshirilgan omonat bo'lgan bo'lsa, mana biz bu ne'matning o'zini Alloh uchun sarf qilishimiz kerak. Bizning qo'llarimiz davom Qur'on tutadigan, diniy material, diniy kitoblarni tutadigan, musulmonlarga foydali xizmatlar uchun har vaqt harakat qiladigan. Bizning tilimiz g'ayva shikoyatdan, tuhmat, haqoratdan yiroq turib, davomli musulmonlarning insoniyatning manfaati, foydasi uchun tavrinadigan. Bizning ko'zimiz nomahram gunoh ma'siyatlarga qarashdan, balki Qur'oni Karimga qaraydigan, musulmon qarindoshlarining jamoliga qarashning o'zini o'zi uchun rohat his qiladigan, baxt his qiladigan ana shunday holatlarni barpo qilmoqimiz lozim. Bizning tafakkur organizmlarimiz davom musulmonlarga, islom ummatiga, o'zining millatiga foydali bo'lgan masalalar ustida tafakkur qiladigan, izlanadigan mana bu holatlar uchun harakatlanish kerak. Demak, Allah subhanahu va taolo va taqaddas tarafidan har qanday bir insonga, har qanday bir musulmonga topshirilgan barliq ne'matlarning o'zi omonat bo'lgan bo'lsa, mana bu omonatning birdan bir shukrisi shu omonatning o'zini bergan zot Allah subhanahu va taolo va taqaddas uchun xizmat qilish. Allah qilib topshirish. Mana shunday qilgan vaqtimizda mana biz shu omonatning o'zini to'g'ri ado qilgan, omonatga xiyonat qilmaganlardan albatta bo'la olamiz. Aziz qarindoshlarimiz. Masalan, yuqorida biz deganimizdek bir insonga nisbatan ko'z omonat. Bu omonat bo'lgan ko'z qanday qilish kerak? Cho'qim haqni ko'rish kerak. Botilni ko'rmaslik kerak. Bu ko'z har vaqt insoniyatning, musulmonlarning manfaati uchun harakat qiladigan bo'lish kerak. Insonning qo'li omonat. Bu omonat bo'lgan quloq har qanday axlat iboralarning hammasiga quloq soladigan emas. Balki musulmonlarga, dinga, islomga, o'zining qarindoshlariga manfaatlik bo'lgan iboralarga quloq solishi, ilmiy hikmatlarga quloq solishi va shundaqla bu quloq cho'qim qanday qilish kerak? Haq so'zlarni anglab, uni amal qiladigan bir holatning barpo bo'lishiga asos bo'lishi kerak. İnsanning mana shu tillari, insonning barliq a'zolari omonat bo'lgan bo'lsa, mana bu omonatga xiyonat qilmaslikning yo'lini biz yuqori sharhladik. Allah uchun sarf qilinish kerak, Allah uchun. Bugun bizga berilgan ilm omonat. Mayli qaysi sohada kishilarga bilim berilsin, ammo berilgan ilm avval Allah uchun sarf qilinish kerak.
Allah uchun sarf qilinish deganda qanday tushunish kerak aziz birodarlar? Biz mana shu qanda sohada yetishgan bo'laylik. Mayli ilm fan taraqqiyot sohalarida yetishgan bo'laylik, mayli diniy sohada takomillashgan bo'laylik, ammo biz shu ilmimizni insoniyatning manfaati uchun, musulmonlarning manfaati uchun, islom ummatining rivoji va taraqqiyoti uchun, millatimizning yuksalishi uchun sarf qiladigan, uning uchun harakatga keladigan, uning uchun xizmatga soladigan ana shunday kishilardan bo'lgan vaqtimizda mana bizning ilimdan iborat bo'lgan bu omonatga xiyonat qilmaydigan bo'lishimiz amalga oshadi. Agarki bu ilim faqat bizning manfaatimiz uchun xizmat qilsa-chi, biz Qur'onni adab qari o'qib, diniy materiallarni ko'rib olim bo'lib, bir umr din, islom degan davoli bilan o'qigan bo'lsak, ammo bu ilimlarimiz o'zimizning manfaati uchun, dunyolik manfaatlarimiz uchun, vaqtlik namataq, shon-sharaflarimiz uchun faqat uning oxir ko'rinishida buyuk bir g'oyamiz yo'q. Allohni rozi qilish yo'q. Allohning diniga tuhfa qo'shash yo'q. Islom ummatiga xolis tuhfa qo'shash, islom ummatining xolis taraqqiyoti va yuksalishga xizmat qilish yo'q. Faqat o'zimizning bir xususiy nafsimiz, xususiy manfaatimiz uchun xizmatga soladigan, azg'ini manfaatimizni qo'lga keltirish uchun sarf qilinadigan, dunyolik manfaat uchun luguniladigan ana shunday bo'lib qolgan vaqtida biz bu ilmga xiyonat qilmaymiz aziz birodarlar. Mana ko'rib turibmiz. Vatanimiz Sharq Turkistonda şu ulamo sultonlar nima ish qilyapti? Mana bular arab tilini bilmamdi, biladi. Namoz o'qimamdi, o'qiydi. Ammo ular shu Alloh tarafidan berilgan ilmga ular qanday qilyapti? Dunyolik manfaat uchun uni sarf qilyapti. Musulmonlarni botil yo'llarga boshlash uchun, shu tuproqlarda islom dinini sotsializmga moslashtirish uchun, kofirlarga yo'lboshchilik qilish uchun xizmat qilyapti. Kofirlarning qoni yo'layapti. Mana bu xiyonatdan boshqa narsa emas. Biz dunyoning qayerda yashaylik, chuqur Qur'on hadisni o'zimizning ra'yimizni to'lg'amasligimiz kerak. Alloh bergan ilmni Alloh uchun sarf qilishimiz kerak. Allohni rozi qilish uchun sarf qilishimiz kerak. Qaysi sohada yetishgan bo'laylik, Allah rizoligini ko'zlab turib, musulmonlarning manfaati uchun sarf qiladigan, musulmonlarning manfaati uchun qalam tavritadigan, musulmonlarning manfaati uchun til tavritadigan, musulmonlarning manfaati uchun qadam bosadigan, musulmonlarning manfaati uchun tafakkur qiladigan mana shunday kishilardan bo'lishimiz kerak. Mana bu holat bizning hayotimizda mavjud bo'lgan vaqtida biz mana bu ilm omonatiga xiyonat qilmagan bo'lamiz aziz birodarlar. Mana omonat bu. Endi bu omonatning 3-turi bo'lsa, musulmonlarning yüz obro'ylar omonati. Payg'ambar alayhissalatu vassalam al-muslim ahul muslim. Musulmonning qarindoshi. Haramun alayhi damuhu va irduhu dedi. Musulmonning qarindoshi deb bo'lgandan keyin Payg'ambar alayhissalom shu musulmon qarindoshining qini va uning yüz obro'yi haromdir dedi. Xohlagancha bir musulmonning qarindishingizning qiniga kirsangiz bo'lmaydi. Xohlagancha bir musulmon qarindishingizning yüz obro'yi inovati bilan hablashsangiz bo'lmaydi. Har ishdan fakti bo'lish kerak, dalili bo'lish kerak. Xohlagancha musulmon qarindoshlaringizning g'aybatini qilib yuradigan, uningda yo'q illatlarni so'zlab yuradigan, mana bu holatda sizda mavjud bo'lib qolsa, musulmon qarindoshlaringizga siz nima qilgan bo'lasiz? Tuhmat qilgan bo'lasiz. Uning yüz obro'y inovatiga tekkan bo'lasiz. Buning hisoboti bak og'ir aziz birodarlar. Bu omonatga xiyonat qilishdan boshqa narsa emas. Bir odamga nisbatan mening yüz obro'yim sana omonat deb qo'ymusimi? Hadis bizga shuni uqtiryapti. Bir musulmonga nisbatan ikkinchi bir musulmon qarindoshining yüz obro'yi, inovati uningga omonat. Biz musulmonlarning yüz obro'yiga tegmasligimiz kerak. Pokisiz so'zlamasligimiz, dalil isbotsiz jo'ylamasligimiz, pok dalil isboti bo'lmagan ahvol ostida musulmon qarindoshlarimizning ustida har turli yozmalarni yozib, mana bugun kunda ko'ryapmizki, bu jinoyatlarni sodir qilmasligimiz kerak aziz birodarlar. Kim bo'lsa Allohdan qo'rqish kerak. Mening mushu da'vat qilim reallik uyg'unmi? Fakitim bormi? Dalilim bormi? Ko'zim bilan ko'rdimmi? Qulig'im bilan angladimmi? Reallikda yashab baqdimmi? Birga o'tab baqdimmi? Bu nuqtalarni chiqish qilmoqimiz lozim. Anglagan lekin gapga asosan qarindoshlarimizning yüz obro'yiga tegadigan, inovatiga tegadigan, ularning yüz obro'yi haqida qalam tavritib qoldigan, til tavritib qoldigan mana bu holat har qanday bir sog'lom komil musulmonga yarashmaydi. Ya'ni musulmonning yüz obro'yiga tegish bu musulmonga nisbatan harom bo'lgan bir amal. Allah hammamizni mana mushundoq bir nachar, nomuvofiq amallardan Allah saqlasin. Xo'sh,
Mana bu omonatninki 4-turi bo'lsa, bir musulmonga nisbatan shu musulmonninki farzandlari, bola voqilari ham omonat. Shu farzandni himoya qilish omonat bo'lgan bo'lsa, shu farzandga ahamiyat berish, ko'ngil bo'lishning o'zi bir omonat. Shu farzandning o'zini to'g'ri bo'lgan bir aqida, to'g'ri bo'lgan bir ideologiya va fikr ustida tarbiyalab yetishtirish, musulmonlarga islom ummatiga foydali bo'lgan bir inson qilib yetishtirish, mana buningga alohida mablag' solish, bumu shu omonatga xiyonat qilmaslikning birdan-bir asosi. Agarki biz farzandlarimiz bo'lsa, xohlagancha tashlab qo'ysak, na ularning dinini o'rganishi, islomni tushunishi bilan ishimiz yo'q. Ularning diniy e'tiqod masalalariga ahamiyat bermaymiz, axloqini yetishtirishga ahamiyat bermaymiz. Faqat ularni shu bo'lishiga tashlab qo'ydigan ishimiz bo'lib qolsa, u holda bu omonatga xiyonat qilishdan iborat bir holat bizni sodirlab qoladi. Bir bola bizga berilgan omonat. Bu bolani to'g'ri tarbiyalashimiz, to'g'ri yetishtirishimiz, kelajakda din va islom uchun, islom ummati uchun, millat uchun yaramli xizmatlarni qiladigan bir inson qilib yetishtirishimiz, mana bu omonatga xiyonat qilmaslikning, omonatga vafo qilishning bir ifodasi bu. Aziz qarindoshlarimiz, mana bu omonat turining 5-inchisi bo'lsa, musulmonlarga, ya'ni yuklangan, masalan, xizmatlar yoki musulmonlar o'z ichidan kishilarga topshiradigan xizmat faoliyatlar, mansablar, aytavr, mana bu narsalar omonat. Mana bugungi kunda bizga kim yaqin tursa, kim bizning daqudumbuqimizni chalsa, uni o'zimizning muhim xizmatlariga qo'yadigan, yenimizga tortadigan, bu kishilarni eng ishonchli insonlarga aylantiradigan bu holatlar ham mavjud bo'layotir. Va shuning bilan birga hattoki nurg'unlagan xizmatlarga salohiyatsiz insonlar, salohiyatsiz kishilar mana shundoq shuningga loyiqlashyapti. Bu baxatarlik. Bu baxatarlik aziz birodarlar. Bir kuni Payg'ambar alayhisolatu vasallam mana shu sahoba ikromlarga nasihat qilib turadi. Sahobalardan birisi Payg'ambar alayhisolatu vasallamdan qiyomat qachon bo'ladi deb so'radi. So'rgan vaqtida Payg'ambar alayhisalom gapini davomlashtirayverdi. Bir hazodan keyin Payg'ambar alayhisalom gapini to'xtatib, qiyomat haqida savol so'ragan kishini Hiriq sahabının o'zi mana ya Rasululloh. Mata saa, qiyomat qachon bo'ladi? Payg'ambar alayhisolatu vasallam qiyomat iza zuyi'atil amana tantaziris saa. Omonat tugigan vaqtida, ishonch tugigan vaqtida sen qiyomatni kutsang bo'ladi dedi. Deganda hali kishi so'radiki, kayfa izaatuha? Bu omonatninki tugishi, ishonchning tugishi qanday bo'ladi ya Rasululloh degan vaqtida Payg'ambar alayhisalom iza usidal amru ila g'ayri ahlihi fantazir. Ish ahli bo'lmaganlarning qo'liga tushgan chaqda sen qiyomatni kutsang bo'ladi. Bu oxir zamonning alomatlaridan birisi. Mashina rolini tutolmaydigan, shuningga salohiyat yo'q insonlarning rolini tutib olishlari. Musulmonlarga yetakchilik qilish qobiliyati yo'q bo'lmagan insonlarning, qobiliyati yo'q insonlarning yetakchi deb o'tirib chiqib qolishlari. Fatvo berish qobiliyatiga ega bo'lmagan insonlarning xohlagancha muftiy bo'lib o'z oldiga kesib, bu yoq pichib yurishlari. Diniy nuqtalardan olim bo'lmagan kishilarning yo'g'on qalpoqni kiyib o'zicha biljilaydigan bo'lib ketishlari. Mana bu musulmonlarga va musulmonlarning hayotida ko'riladigan cho'ng xiyonatdir. Biz har ishni ahliga topshirishimiz kerak. Har ishni ahliga topshirishimiz kerak. Mayli musulmonlarga da'vat qilish, fatvo berish va musulmonlarni yetaklash, rahbarlik qilish, qanday mansab bo'lsin, qanday xizmat bo'lsin, bu xizmatni ahliga topshirilgan vaqtida, ahliga berilgan vaqtida omonatga xiyonat qilish sodir bo'lmaydi, balki omonatga vafo qilish maydonga chiqadi birodarlar. Agar undaq bo'lmay, salohiyatsiz insonlar ana shundoq salohiyatli ko'ksilib, musulmonlarning nazarida ishonchliklar, ishonchsizlar, ishonchlik bo'lib ketganda, kazzoblar, rostchillar kazzobga aylantirilgan chaqda qiyomat bo'lsa bo'lgan. Alloh saqlasin bu kunlarga bizning o'lishib qolishimiz. Demak, aziz birodarlarimiz, har ish va har ishning o'ziga ahli topshirilishi kerak. Mana bugungi kunda, menga yaqinda, meni yaqin og'inamda, yaqinda o'tdi deganga o'xshagan. Har xil bahona, sabablar yoki har xil davolarni qilib turib, ish ahli bo'lmagan insonlarga mana shu ishlarning topshirilganligi, vazifalarning ortilganligi, mana bu ishlarning buzilib ketayotganligining ifodasi. Shu har ish salohiyatli insonlarning qo'liga tushishi kerak. Ahlining qo'liga tushishi kerak. Mana shunday bo'lgan vaqtida ishlar buzilmaydi, balki tuziladi. Musulmonlar chechilmaydi, balki birlashadi, ittifoqlashadi.
Agar undaq bo'lmay, ish ahli bo'lmaganlarning qo'liga tushgan chaqda ishlar buziladi. Musulmonlar xonavayronchilikdan asla qutulanmaydi aziz birodarlar. Amonatning 6-turi bo'lsa, aziz qarindoshlarimiz, mana bu musulmonning sirri. Musulmonlarning sir asrorlarimi bu bir amonat. Nimishqa degan vaqtida Payg'ambar alayhisolatu vasallam shundoq degan, musulmonlar mana shu ikkinchi bir musulmon qarindoshining o'ziga o'zininki gap so'zlarini bir so'rinda o'tirgan bo'lsa, shu so'rindoshlarning ichida ma so'rin bizga nisbatan amonat desin, demisin, ammo shu so'rin ahlining o'ziga shu so'rinda qilingan gap so'zlar bu bir amonat. Uni xohlagancha yeyib, xohlagancha chechib, xohlagancha tarqitib yeyishning o'zi bu bir xiyonatdan boshqa narsa emas. Hatta Payg'ambar alayhisalom o'zining bu muborak hadisida bir bir ayol bilan sirdishidi, ayol er bilan sirdishidi, shuning bilan erning sirrini ayolning sirrini er. Mushunda qilib er kishi ayol kishining sirrini chechib yursa, mana bu Allohning huzuridagi eng katta xiyonat qilgan, omonatga xiyonat qilish hisoblanadiganlikka hadis keltirgan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo sizlar bizni mana bu musulmonlarning sir asrorlarini pash qilib yuradigan, musulmonlarning izzat olmusiga tegib yuradigan mana shundoq xiyonatkor insonlardan bo'lib qolishni Alloh saqlasin. Omonatga xiyonat, ya'ni bu omonatningki 7-turi bo'lsa ibodat. Endi ibodat qanday bo'lganda bu omonat qatoriga kirib qoldi desa, masalan bir musulmonning o'zi shu ibodat taklifotlarini o'lchamlik ado qilish kerak. Masalan namoz o'qish desa, to'g'idan tatilgandek hapul shupul o'qiydigan, uning vaqtlariga ahamiyat bermaydigan, ruku sajdalariga ahamiyat bermaydigan emas. Uni qanday buyurilgan bo'lsangiz shu xil o'lchamda Allah bilan bo'lgan aloqa munosabatni quyuqlashtirish, Allah bilan sirdishish manbasi deb tunish bilan birga mana buni o'lchamlik ado qilishingiz kerak. Yana omonatningki 7-chi, ya'ni 8-chi turi bo'lsa aziz qarindoshlarimiz, bir musulmonningki, ya'ni o'zininki ustida bo'lgan har bir vazifaning o'zini eng mukammal bir shaklda, eng mukammal bo'lgan bir uslubning o'zida ado qilishimi mana bu omonatga vafodor bo'lishning bir ifodasi. Oysha radhiyallohu anha da rivoyat qilingan bir hadis va Oyshanimiz shundoq degan. Innalloha yuhibbu, ya'ni Payg'ambar alayhisalom, Oyshanimiz Payg'ambar alayhisalomdan rivoyat qilgan hadisgan, innalloha yuhibbu iza amila ahadukum amalan ayutqina. Allah subhanahu va taolo sizlarning biringiz bir amalni qilgan vaqtida shu amalni puxta, yana puxta ijro qilishlari, uni mukammal o'rindoshlarining o'zini Alloh yaxshi ko'rdi. Demak, har qanday bir amalning o'zini puxta qilish kerak. Har qanday bir amalni puxta musulmonlarga foydali bir shaklda ado qilish kerak. Qilib qo'ysam nima bo'ldi vazifam degan bir tunish kelib qolmasdan, cho'qim uning keynida bir mas'uliyat tuyg'usi, majburiyat tuyg'usi cho'qim musulmonlarning kallasida mana bu narsa shakllangan bo'lishi kerak. Omonatning 9-turi bo'lsa aziz birodarlar, barliq insonlar ham u insonlarga yuklangan har bir vazifalar, mas'uliyatlar bu omonat turi kiradi. Masalan Payg'ambar alayhisalom kullukum ra'in va kullukum mas'ulun an ra'iyya. Sizlarning hammanglar patichi, hammanglar o'z patilaridan Allohning oldiga borganda hisob beradigan, inidan surilutgan kishilar degan. Deb kelib, al-imamu ra'in va mas'ulun an ra'iyya. Ar-rajulu ra'in ve mas'ulun ar-ra'iyya. Mushundaq sharhlab kediglik. Bir qo'mondon rahbar o'zining patilaridan surilutganligi, bir kishining o'zining oilasidan surilutganligi, bir ayolning erining oila, bolalarini qanday yetishtirgan, oilada bolalarga qanday ta'sir, buningdan surilutganligi. Demak, tamom insonlarning bir omonatdor ekanligi. Agar ular shu omonatga sal qarasa, omonat ado qilishga sal qarasa, uning so'zlik bilan muomala qilsa, Allohning oldiga borgan vaqtida omonatga xiyonat qiluvchilar qatoridan hisoblanib qolganligidan iborat mana bu ahvolatlarning yuz berganligi. Shuning uchun biz mana bu omonatga sal qaramasligimiz kerak. Oxirida barliq musulmonlarga bir narsa nasihat qilamanki, bugungi kunning o'zida siz bizga mana shu Sharq Turkiston tuprog'ining o'zi bir omonat. Bu tuproqda qolib qolgan, shu tuproqdagi musulmonlar sizlar bizga omonat. Shunchalar avlodlar inqirovatida ular omonat. U tuproqda din siz bizga omonat. Ammo bugungi kunning o'zida mana shu tuproqda din yo'qotyapti. Musulmonlar yo'qotyapti. Musulmonning tuprog'i yo'qotyapti. Siz bizga omonat qo'yilgan tuproq yot Allohning, yot tajovuzchi kuchlarning tapini ostida
izlab bulğunup atıdı. Eğer biz dünyanın qayerda yaşagan bo'lishimizdan qat'iy nazar mana buni amonat deb tunib, shu tuproqning o'zini bu zalim, zo'ravon, tajovuzchi, mehnat kofirlarning tapinidan tozalashga qo'limizdan nima kelsa shuni sarf qildigan, qo'limizdan nima kelsa shuning uchun harakatlanadigan, faoliyat olib boradigan musulmonlardan bo'lmasak, qiyomat kuni ma amonatning hududini chiqolmaymiz. Chunki ustimizga yuklangan amonat ig'ir. U tuproqdagi amonat, u tuproq amonati, u tuproqdagi din amonati, u tuproqdagi boylik amonati. Peygamber aleyhisselam men qutila duna arzihi fa huwa shahid, men qutila duna damihi fa huwa shahid, men qutila duna ahlihi fa huwa shahid. Özünün izzetini qo'g'dab o'ltirilgan adam shahid dedi. Özünün qini, qarindoshlarni qo'g'dab shahid o'ltirilgan adam shahid dedi. Özünün ahli jamoatini, bolarini qo'g'dab o'ltirilgan adam shahid dedi Peygamber aleyhisselam. O tuproqdagi bizning qarindoshlarımızdır. O tuproqda ying'rayotgan, turmi komillarda yo'qtilayotgan, oyoq osti qilayotgan, qilinayotgan ana shundoq ayollar, bolalar, qizlarimiz bizga omonat aziz qarindoshlar. Endi bugun bizning qo'limizda nima ish keladi degan bir masala ustida har bir musulmon o'ylanishi kerak. Biz hech bir ish qilmasdan, hech bir omonatni to'g'ri tunib, uni ado qilishning kuyida bo'lmasdan, balki o'zimiz dunyoning bir bo'lim pushqoqlarida xotirjam yashay olsak, shuning qanoat qilib o'tab qolsak, ma omonatning hurdisidan chiqolmaymiz. Bilib bilmay amonatga xiyonat qiluvchilarning qatoridan bo'lib qolamiz. Allohning mana va taxunu amanatikum va antum ta'lamun. Bilib turib ustonligiga yuklangan, ustonligiga atilgan omonatga xiyonat qilmanglar degan bu buyruqning qarshisida balki biz amonat xiyonat qiluvchilardan bo'lib qolamiz birodarlar. Alloh sizlarni bizni saqlasin. Bunun için barliq musulmonlar mana bugungi kunda birlashimiz, barliq musulmonlar bugungi kunda o'zimizning mas'uliyatini, majburiyatini to'g'ri tunishimiz, ustimizga yuklangan omonatga xiyonat qilmaslik uchun to'g'ri bo'lgan plan va loyihalar ostida shu musulmon qarindoshlarimizni qutqizishga, shu tuproq va u tuproqdagi boyliqlarni uzul kesil shu mehnat insonlarning qo'lidan tortishga her vaqt harakatlanadigan, birlik sap quradigan ana shunday musulmonlardan bo'lashga tirishishimiz kerak. Alloh hammamizni shunday kishilardan bo'lashga nasib qilsin. Hammamizga Alloh insof, tavfiq, hidoyat ato qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin.